Studiyada men Minecraftdagi top uchta har xil qiziqarli sizlarni ko'rib chiqaman. Xo'sh, mana kirilyapti. Xo'sh. Mana lavadamanmi? Xo'sh. Bu mana shu YouTube'dagi mashhur set-ku. Xo'sh, bitta o'chig'ira hozir janklar ko'tarib olaylik. Qani sakrab ko'rsam yetarmikanman? Xo'sh. Yo'q, bu joyga yetolmasam ekanman. Xo'sh. Boshqa yo'llari ham bo'lishi kerak-ku. Hozir ko'ramiz. Qani endi sakrasam yetsam kerak. Xo'sh. Baribir yeta olmas ekanman. Xo'sh, mana spawna ham bo'ldik. Xo'sh, men qanaqadir qishloqdamanmi? Yo'q, bu nima endi? Nima? Endi kim tushuntirib beradi menga buni? Bular nima? Bu pillager outpost'imda turadigan narsa-ku. Qani narsang boshiga chiqib ko'raylikchi. Yo'q, bittadan chiqib olmayman. Xo'sh, qayerdan? Bu uymi? Uy bilan qo'shilishib ketgan. Yo'q. Bitta hattoki yana bitta uy ham bor ekan. Yo'q, bitta kravat. Yo'q. Xo'sh. Buning kirish joyi yo'qmi ekan? Ichi yo'q. Xo'sh, men yana qanaqadir suvda tirildim. Xo'sh. Bu yerda yana nimalar bor ekan? Xo'sh. Hamma strukturalar bittada. Yo'q, bu yerda pillager outpost'im va cho'kmagan qayiq. Yordam berib olaylik bo'lganimizga. Xo'sh, mana shu cho'kmagan. Bunda hattoki ustashining uyi ham bor. Yo'q, bunaqasi judayam qiziqarli ekan. Xo'sh. Sandiqda nimalar bor? Bu normal narsalar ekan. Xo'sh, olib olaylik, hamma narsani ko'rsataman. Xo'sh. Yana pillager outpost'imning ichiga kirib ko'raylikchi. Birinchi qayiqning ichiga kirib olaylik, ya'ni kemaning. Xo'sh, 4 ta blok yetadi. Qani sandiq qani? Bu joyda yo'q. Mana. Barchasini keraksiz. Tinti. Mayli, kerakmas o'zgacha. Hozircha. Xo'sh, bu yerda pastki qismi ham bormi? Yo'q. Menimcha kemalarda ikkita sandiq bo'lardi. Bittasi bitta, ikkinchisi qayerda? Bu ustaxonaning uyi bilan birlashgandan yo'q bo'lib ketganga o'xshaydi. Xo'sh, pillager outpost'imga kirib ko'raylikchi. Xo'sh. Oddiy. Xo'sh, sandiqda ichida nima bor? Xo'sh, barchasini olamiz. Xo'sh, yana qanaqa narsalar bor burada? Xo'sh, hattoki portal ham bor ekan. Bu set juda ham yaxshi set ekan. Barcha teksturalar, ya'ni strukturalar bir joyda. Xo'sh, barchasini olamiz. Xo'sh, boshqa struktura yo'q bo'lsa kerak. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Har doimgidek sizlar bilan bo'lgan Nil.